Assalomu alaykum. Biz bugun sizlar bilan my.sport.ru saytida oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida jismoniy tayyorgarlik darajalari sport sinovlariga ariza yuborish bo'yicha qo'llanmani ko'rib o'tamiz. Demak, buning uchun birinchi navbatda MySport saytiga kiramiz va talabaning kabinetiga kirib olishimiz kerak. Demak, kabinetga kirib olamiz. Kabinetga kirdik. Kirganimizda mening arizalarim bo'limi, jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlari va qo'shish belgisini bosamiz. E'tibor bersak, o'zim turibdi, ariza turi o'zim, JTD turiga oliy muassasa ta'lim tanlanadi. Ya'ni quyida e'tibor bersak, talabaning shaxsiy ma'lumotlari ko'rinadi. Faqat bitta yagona talab, talaba Xevis dasturiga kiritilgan bo'lishi shart. Agar talaba Xevis dasturiga kiritilmagan bo'lsa, ariza yubora olmaydi. O'shaga diqqat qilishingizni so'rab qoladi. Demak, JTD tur oliy ta'lim muassasasini tanladik. Pastga tushamiz. Ixtiyoriy maxsus. Talaba bir marta ixtiyoriy, bir marta maxsus sport sinovlari uchun ariza yuborish imkoniyatiga ega. E'tibor bersak, yuqorida talabalarning qaysi ta'lim muassasasida o'qish to'g'risida ma'lumotlar quyidagi ekranda aks etgan. Ya'ni Xevis dasturida integratsiya orqali ma'lumotlar bizga ko'rinib turibdi. O'sha ma'lumotlar chiqqandagina siz ariza yuborishingiz mumkin. Demak, saqlaymiz. Arizamiz saqlandi. Demak, arizamiz qabul qilindi. Xuddi shu tartibda talaba bir marta maxsus va bir marta ixtiyoriy sport sinovlariga ariza yuborishi mumkin.